Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya desini gacırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2023 yıl 3. ayının 11. günü hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusu da gep kılsak Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası 10. günü yaki 9. günü kanun layığı okuyup şundak tez ve şundak şiddet bilen hem bu kanun layığını karşılıksız makullap derhal yani şu günü Aksaray Prezident Joe Biden'a imza koyuşu yollap verdi. Bu kanun layığının mavzusu nime vatandaşlarım bundak. Dikkat! Wuhan bakteriye tarqıtış ornuğa merkezleşti. Bu mavzu emas, aslında mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi yeni yuqumliq virusning manbini izlash axborot maxfiyatligini echish qonun loyihasi ma'qullab imzo qo'yish uchun Prezident Joe Bidenga yo'lladi. Mavzulu xabar 3. ayının 11. günü Amerika vazının Xitay tel programması da ilan kılın. Xabar bundak baştan. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Meclisi Avam Palatası Cuma günü yani 3. ayının 10. günü gayri avazsız kanun loyiha ma'qullab yuqumliq virus COVID-19 virüsün tarqalish manbai haqida Amerikada axborot maxfiyatligini oshkorlash talab qilindi. Can olg'uchi bu yuqumliq virusning tarqalishiga 3 yil to'lgan kunlarda bu qonun loyihaning ma'qullanishi Amerikada ikki partiyaning bu masalada mislsiz ittifoqlashganligini ko'rsatib berdi. Avam Palatası nölge karşı 419 bilet bilen bu kanun layığını ma'qullab Prezident Joe Biden'dan imza koyuşuğu yolladı. Aksaray bu kanun layığını muhakeme kılıvatımız, körüvatımız dep cevap yolladı. Aksaray Axborot Ornu bayanatçı Cem Peri biz bu kanun layığını körüvatımız, muhakeme kılımız dep ko'rsatdi. Avam Palatası'da muhakeme ve münazara kısa ve qat'iy bo'ldi. Can algıcı yeni yuqumliq virusning tarqalishining boshlanishi ve bundan keyin mushundaq yuqumliq virusning oldini olish masalasida Amerika xalqi javobga erishishni o'ylaydi. Avam Palatası İstihbarat Komiteti'nin reisi, Avam Palata a'zosi Michael Turner mundaq ko'rsatdi. Amerika aholisi yuqumliq virus COVID-19'ning tarqalishi to'g'risida har taraflik javobga erishishi kerak. U yana mundaq ko'rsatdi. Jumladan bu yuqumliq virus qanday yasaldi? Bo'libmi bu yuqumliq virus tabiiy paydo bo'ldimi yoki bir qatimliq tajribaxona ishlariga munosabatlik tarqaldimi? Tajribaxona ishlariga munosabatlik bir oqibatmi? Bu xil maxfiyatlikni pashqalash qonun loyihasining diqqat nuqtasi Jungo Wuhan yuqumliq virus tadqiqot o'rni istihborot xabarlariga markazlashdi. Qonun loyihasi bu tadqiqot organida elib berilgan tadqiqot bilan COVID-19'ning portlab chiqishi o'rtasidagi yoshirin munosabatlar tilga ilindi. Dunyo Sayya Tashkiloti 2020 yil 3. ayning 11. kuni COVID-19 yuqumliq virusni zo'r ko'lamda
tarqıluvchan juqumliq virus deb e'lon qilgan edi. Bu xil juqumliq virus 1 milyondan ortiq amerikalikni hayotidan ayirdi. Avam Palatası İstihbarat Komiteti a'zosi, Demokratlar Partisi mansubi Jim Khamis, Avam Palata a'zosi Jim Khamis mundaq ko'rsatdi. Kechiringlar. Bizning demokratik siyosat tuzumimizning voltashi juqumliq virus manbega diqqat qilishga Amerikada Cumhuriyetçiler Partisi yetakchilik qildi. Navbatda Avam Palatasida alohida bir komitet qurilib, guvohlik berish yig'ini o'tkazib, bu juqumliq virus qandoq boshlandi degan masalani muhokama qildi. Avam Palatasi bir komitet qurilib degan Gallagher afandining qurib chiqqan komiteti, biz uni nima degan edik? Jungo masalasi komiteti degan edik. Hozir shu komitet yaqinda bu to'g'ri emasdan virus masalasi, virusning manbai masalasi, Wuhan tajribaxonasidan tarqalish masalasi qatorliq masalalar bo'yicha davlat majlisi bir guvohlik o'tkazgan edi. Biz uni sizlarga xabar qilamidik. Uni xabar qilish orlig'ida g'otchida endi bu qonun loyiha o'tirg'i chiqib, shundaq tez boshda aytibdi, qisqa va qat'iy deb tez o'tirg'i chiqib, hozir prezident Joe Bidenning oldiga imzo qo'yishga yo'llandi. Bu bir yangi yuzlanish vatandosh. Asli koni narsa, masalan virus 3 yil bo'ldi asli koni narsa, lekin Cumhuriyet Amerika munosabatidagi bir yo'nalish vatandoshi.